Sayın dostlar, sizler men Malik King. Bugün men sizlerge Bundesliga 2019'da Bavariya kuramasının öz komandalarına kalay kotu gerektiğini ko'rsatатын bo'laman. Misalım bu Bavariya kuraması Neuer, Hummels, Pavard, Alaba, Rodriguez, Thiago, Lewandowski, Ribery, Robben, Rafinha, Tolisso, Sanchez, Coman, Müller, Kimmich, Boateng'lerdi ko'rsatатын bo'laman. Bu Ronaldo'ni o'zim qo'shimcha sotib olgan edim. Bu komandani qalay jasaganimni bilgilaringiz kelsa, mana bu yerda logotipning o'zi Bavariya, formalari mana Bavariyaning o'zi. Osloy, stadionlari mana. Mana qizil. Және bu elitный divizionga birden kelishdir. Buning bir yaxshiligi elitный divizion. Agar sizlar жаңа ғана жазып olgan bo'lsangizlar, bilmagan o'qni birden istagalaringizga bo'ladi. Birden elitный divizionga kelasizlar. Men eng birinchi divizion akademiyada жүрдім. So'ng o'sha Bavariyani qachon etish oldim, elitный divizionga keldim. Agar buning qalay qachon etilganini bilgilaringiz kelsa, unda videoga 20 просмотр және 10 лайк жиналса, осы видеоның қалай жасалғанымды көрсететін боламын. Сау болыңыздар.